Hammaga assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. O'tgan videoda aytganimdek, qo'ydan qancha daromad qilsa bo'ladi, foyda qilib bo'ladimi 2026-yilda deb aytgandim. Bu videomiz esa shuni ikkinchi qismi bo'ladi, ya'ni mol, sigir, uzoqcha, navosa qanday qilib boqsa bo'ladi 2026-yilda o'zi foyda bo'ladimi, foyda bo'lmaydimi? Bu videomiz aynan shu haqida bo'ladi. Videoga обязательно like, kanalimizga obuna, videoni oxirigacha ko'ramiz. O'tgan Moskva oblast va Sankt-Peterburgga hamyurtlarimizga 10 yillik ish stajga ega ishonchli dokument xizmatini taklif etamiz. Registratsiya, turdovoy dogovor, spravkalar va boshqa dokument xizmatlarini taklif qilamiz. Muhim eslatma, hozirda Amina ilovasi to'liq ishlamaganligi sababli registratsiyangiz yo'q bo'lsa, ushbu xizmatdan foydalaning. Ekraningizda telefon nomerlariga telefon qiling yoki WhatsApp yoki Telegramdan murojaat qiling. Safar video rolikimizda negativ yozganlar bo'pti. Chiqarib o'tirmayman ekranga. Xullas, yoqmasa videomiz chiqib ketinglar. Men hamma o'zi bilgan ma'lumotlarni yetkazadi. Hamma bir-biriga o'zining bilgan ma'lumotni yetkazadi. Shuning uchun men ham qo'limdan kelgancha sizlarga ma'lumot aytyapman. Xato kamchiliklar bo'lsa kommentariyga yozamiz. 2026-yilda mol boqib, ya'ni buqa, sigir, buzoqchalar boqib qancha daromad qilsa bo'ladi. Videoni oxirigacha ko'ramiz, hamma ma'lumotga ega bo'lasiz. Birinchi o'rinda aziz yurtdoshlar, molxona bo'lishi kerak. Menimcha hammaning uyida molxona bor. Molxonani hisoblamayman. Molni hisoblagan taqdirda ham shu $5000 ketib qoladi. $1000 navosa olsa bo'ladi hozir, ya'ni 3 oylik, 4 oylik navosalar $1000 olsa bo'ladi. Gerenford, Chornefester shunaqalar aziz yurtdoshlar. Xullas, unda navoschani 10 mingga olasiz, 15 mingga tayyor bo'ladi molxona bilan. 5000 rasxod. 1 yil boqasiz, 1 yil yem berasiz, har xil vitaminli, ya'ni ozuqali yemlarni berib, normal foyda qilib qo'ysa bo'ladi. Ya'ni buqadan ham ko'pchilik moldan, ya'ni buqadan foyda yo'q deyishadi, ya'ni yem qimmatlab ketdi deb. Yo'q aziz yurtdoshlar, yem qimmatlagan bilan molning narxi oshib boryapti, go'sht iste'moli ham ko'payib boryapti. Shuning uchun moldan ham normal foyda qilsa bo'ladi, ya'ni boqib. Kimning molxonasi bo'lsa, masalan, olib boqqani ma'qul deb o'ylayman. Chunki mashina olib tashlagandan ko'ra haydamay, shu o'zingiz mol olib qo'yib sotsangiz ham 1 yilda shu 10 ta navoschadan 2000, yana 50 yillik foyda qilib qo'ysa bo'ladi 1 yil cho'tki qilib boqib aziz yurtdoshlar. Sigirdan qanday foyda qilsa bo'ladi deb ko'pchilik so'rashadi. Sigirni keyingi videomizda aytamiz. Bu videomizda yana bir ma'lumot aytib o'taman. Sigirni 3-qismida aytamiz. Ikkinchi qism chorva haqida bo'ladi. Aziz yurtdoshlar, foyda qilishda обязательно halol foyda qilsangiz ko'p foyda chiqasiz. Buqa boqqanda ham toza yemlar bersangiz normal foyda qoladi aziz yurtdoshlar. Videoga обязательно like bosam, chunki like bizga motivatsiya bo'lmaydi. Просто odamlarga tarqab ketadi aziz yurtdoshlar. Shuning uchun like ayamaymiz. Kanalimizga yangi bo'lgan odamlar kanalimizga obuna bo'lib qo'ysa, keyingi video bundan ham foydali bo'ladi aziz yurtdoshlar.